Qo'qon davlat universiteti xalq ijodiyoti kafedrasi hamda Qirg'iziston Respublikasining Qirg'iz-Turk-Manas universiteti hamkorligida cholg'u ijrochiligi integratsiyasi o'zbek-turk-qirg'iz milliy cholg'ulari misolida mavzusida xalqaro vebinar tashkil etildi. Qo'qon davlat universiteti cholg'u ijrochiligi tashkil qilgan xalqaro vebinarda nihoyatda katta taassurotlar oldik. Endi asosan bunda qardosh xalqlarimiz Qirg'iz Manas universiteti hamda Turkiyaning ajoyib professorlari, dosentlari, dekanlari qatnashdi. Bunda asosiy maqsadimiz qardosh xalqlarni asosan oliy ta'limda bo'layotgan yangiliklarni bir-birimiz bilan o'rtoqlashish hamda biz ham o'zimizda bo'layotgan yangiliklarni ularga o'rtoqlash maqsadida juda chiroyli tashkil etildi. Tadbirda ikkala oliy ta'lim muassasasi professor o'qituvchilari, magistrantlar va talabalarning faol ishtiroki ta'minlandi. Bugungi cholg'u ijrochiligi integratsiyasi vebinarida qatnashganimizdan juda ham mamnunmiz va biz bu vebinardan juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz yoshlarga shunday sharoitlar yaratib berilganidan juda ham xursandmiz va kelajakda shunday vebinarlarda ko'proq qatnashishni harakat qilib qolamiz. Vebinar davomida turli xalqlarning milliy cholg'ulari, ularning kelib chiqish tarixi, ijrochilik uslubi va musiqiy madaniyatidagi o'rni haqida ilmiy ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, o'zbek, turk va qirg'iz xalqlarining musiqiy an'analari, cholg'u asboblarining o'ziga xos tovushi hamda ijro uslublarining o'xshash va farqli jihatlari yuzasidan fikr almashildi. Ishtirokchilar xalq ijodiy merosini asrab-avaylash, yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash va ijrochilik san'atini rivojlantirish borasida o'z takliflarini ilgari surdilar. Vebinar jarayonida professor o'qituvchilar hamda talabalar tomonidan milliy cholg'ularda jonli ijrolar taqdim etilib, turli madaniy chiqishlar orqali xalq musiqasining go'zalligi va boy an'analari namoyish etildi. Tadbir yakunida tomonlar ijrochilik san'atini rivojlantirish, milliy musiqiy qadriyatlarni o'rganish va bu yo'nalishda qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish istagini bildirdilar.